bolalikda yoki yoshlikda birinchi muhabbat bo'lgan va o'sha birinchi muhabbatga sevgi izhor ayta olganmisiz? Men aytganman-da. Nechinchi sinfda sevib qolgansiz siz ularni? 4-sinfda. Qizarib ketyaptilar sekin-sekin. Sho'x bo'lgan ekansiz, a? Juda. Juda. Hozir bosilganmisiz yoki hali ham shunday sho'xlik bormi? Yo'q, hozir bosilganman. Katta bola bo'lib qoldim. Nima deb o'ylaysiz? Birinchi muhabbat haqiqiy muhabbatmi yoki to'ydan keyingisimi? Keyin uylanib ko'rmadim hali. Demak bilmaysiz, bilgandan keyin bilasiz. Xo'p, agar o'sha sinfdoshingiz, do'stingiz, o'sha birinchi muhabbatingiz ko'rib turgan bo'lsalar, nima degan bo'lardingiz? Tilaklaringiz ularga? Har doim baxtliman. Xursand bo'lib yursin. Ko'rishib turasizlarmi sinfdoshlar bilan? Albatta. Yilda necha marta? Bilaman, yig'ilish juda qiyin bo'ladi. Yo 2 marta. O'sha sinfdoshingiz ham keladilarmi? Yo'q. Yo'q, kelmaydilar. Nega? Siz kelganingiz uchun kelmaydilarmi yoki siz kelmaganingizda ular keladilarmi? Yo, ular kelgan paytda men bormayman. Muhabbatan ming kuyib sevmaganim yaxshi edi. Ajoyib. Bizni bilasizmi o'zi? Da. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanasizmi? Boyagina narsangizni ko'rdim, parfum yo'lingizni ko'rdim. Rostdan 15 minut oldin siz o'ylab o'tirdim. Biz ham keldik. Qattigan. Aytib oldik. Yoqadimi? Zo'r. Kayfiyat ko'tariladimi? Albatta. Xursandmiz. Bunchalar zo'rsan deymiz. 1 2 3. Bunchalar Zo'rsan.